Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Ahrorbek, familiyam Orifjonov. 2009-yil tug'ilganman, Andijon viloyatida voyaga yetganman. Xo'p, demak, birinchi darsimiz HTML da birinchi darsimizni boshlaymiz. Demak, bu yerda index.html deb ochib olamiz, mana. Xo'p, shunda shift 1 deb bosamiz. Xo'p, shunda mana document html lang head meta class title mana head bosh body tana. Ular shunaqa nimalarimiz chiqdi. Demak, buni yozish shart emas, shunchaki shift 1 deb bossak o'zi chiqarib beradi. Bu yerga title ga berib qo'yamiz. Lesson html1. Mana darsimiz HTML da birinchi dars. Demak, boshladik. Xo'p, aytaylik, hozir bizda h1 tagi bor. h1 bu h1 tagi sarlavha tagi bo'lib, bundan h2, h3, h4, h5, hozir h5, h6. Xullas shunaqa sarlavha taglarimiz bor. 6 ta sarlavha tagi bor. Bularning bari h1, h2, h3, h4, h5, h6. Xo'p, bularga yozadigan bo'lsak, qani endi aytaylik, Orifjonov Ahrorbek mening yo'q, men 2009-yili voyaga yetganman. Nuqta qo'yamiz. Qani unda buni OpenLive serverga o'tib ko'ramiz. Endi bizda OpenLive server. Xo'p, o'tsak mana nimagadir xato ketyapti. Mana bu yerda almashib qolibdi. Mana h1, h2, h3, h4, h5. Xo'p, mana endi ko'radigan bo'lsak, mana eng kichkinasi shu mana h6 miz. Mana inspect qilsak kodini ko'rish. Xo'p, bu yerda bundan chiqaramiz. Mana h1 imiz eng kattasi, mana h1 eng katta, h2 shu o'rtancha me'yori, mana kichrayib, mana h6 eng kichkinasi bo'ladi, h1 esa eng kattasi. Xo'p, buni shunaqa sarlavha oilasi bo'ladi. Mana h1, mana h1, h2, h3, h4, h5, h6. Sarlavha tagi faqat 6 ta bo'ladi, h1 dan boshlab h6 gacha. Xo'p, bugungi darsimiz shu edi. Avvalambor hammaga kattakon rahmat. Qanunda boshqa video darslarni ham qilishni boshladik.